Aziz tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, siz Istiqlol telekanalida tushlikda dasturni jonli efirda tomosha qilmoqdasiz va bizning mehmonimiz Buxoro shahridagi 35-son umumta'lim maktabi 11-sinf o'quvchisi Mashhuraxon O'rmonova. Mashhura, yana bir karra sizni tabriklaymiz sertifikatlar bilan. Mana yaqindagina davlat rahbari iqtidorli yoshlar bilan uchrashdilar. Buni albatta har bitta yosh eshitdi, tingladi, chunki u yerda davlat rahbari yoshlarimizga juda ko'p imkoniyatlar, juda ko'p yangiliklarni taqdim etdilar, to'g'rimi? Ularni siz qanday qabul qildingiz? To'g'ri aytasiz. Yaqinda prezidentimiz yoshlar bilan uchrashuv o'tkazganlarida o'sha jarayondan lavhalarni ko'rdim. Ijtimoiy tarmoqlarda. Albatta, u yerda qabul qilingan qarorlar, berilgan takliflar juda ham ajoyib edi va meni xursand qildi. Jumladan, idora va hokimliklarda har payshanba kuni yoshlar kuni bo'lishi, shuningdek volontyorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etilib, u yerda juda ham ko'p imkoniyatlar yaratilganligi meni mamnun qildi. Albatta. Va juda ko'p imtiyozlar ham berildi. Ya'ni agar o'qishni davom ettirishni istamasdan tadbirkorlik faoliyatini qilmoqchi bo'lgan yoshlarimiz uchun juda ko'p imkoniyatlar berildi. U yerda o'quv kurslarida tahsil olish uchun imkoniyatlar berildi. Bular hammasidan foydalanish kerak, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. O'sha yoqda bo'lgan yoshlar, ya'ni prezidentimiz bilan ko'rishgan yoshlarga juda ham havasim keldi. Xudo xohlasa men o'zimga ham niyat qildim. Men ham o'sha davrada bir kun kelib bo'laman, men ham prezidentimiz bilan uchrashaman deb niyat qildim. Albatta, albatta. Xo'sh, endi keyingi niyatlar qanday? Mana tushunaman, hozir siz uchun faqat eng muhimi o'qishga kirish edi, lekin endi siz buni tayin qilib qo'ydingiz, ya'ni siz bir kam talabasiz desa ham bo'ladi, faqatgina ariza topshirish qoldi xolos. Lekin undan tashqari boshqa xalqaro masalan fan olimpiadalari bor, turli musobaqalar bor. O'zimiz aytganimizdek o'sha respublika miqyosida o'tkaziladigan boshqa xil tanlovlar bor. Bularda ham qatnashish niyati bormi? Albatta. Masalan, Zulfiya xonim, kelajak bunyodkori, juda ko'p bunaqa tanlovlarimizda. To'g'ri aytasiz. Hozirda masalan asosan tilni o'rganayotgan bo'lsam, tanlovlarda qatnashdan cheklanib qolganim yo'q. Mana yaqinda biz ekologiya qonunlarini bilasizmi, ko'rik tanlovga jamoamiz bilan birgalikda maktabimizda respublika bosqichiga yo'l oldik. Barakalla. Xudo xohlasa 12-kuni Toshkentda bo'lib o'tadi. Nima haqida bu tanlov? Ekologiyani asrab-avaylash haqida, ekologiya qonunlari haqida, yoshlar orasida ekologiya qonunlarini shu targ'ib qilish, ularni tozalikka o'rgatish haqida bo'lib o'tyapti. Albatta. Keyinchalik qandaydir bir ilmiy yo'nalishda ham ketish niyatingiz bormi? Albatta. Xudo xohlasa men ham ota-onamga o'xshagan fan doktori bo'laman. Niyat qilganman bu narsani. Ana, unda ota-onangiz haqida qisqacha gapirib bering. Ota-onam. Ular qanday kasb egalari? Umuman oilada sizni kim ko'proq qo'llab-quvvatlaydi? Albatta, oilamda ota-onam meni eng ko'p menga ko'mak bergan, men doimo nima deydi, qo'llab-quvvatlab kelgan insonlarim, ular meni birinchi ustozim. Minnatdorchilik bildiraman. Albatta. Endi oilada sharoit yaratilganligi sababli albatta shunday imkoniyatlarga erishiladi, to'g'rimi? Albatta. Menga har qancha qattiq qo'l bo'lsalar ham, ba'zida nima deydi, urushib tursalar ham, men hech qachon xafa bo'lmayman. Dangasalik qilganingizda urishganlarmi? Albatta. Masalan, yoshligimda ham qara jadvalni yodlamay 2 olib kelganimda, uyga kelsam, onam hamma joyga qara jadval yopishtirib chiqibdilar-da, yodlasin deb. Eshikni yopsam ham o'sha yoqda 12 varaqlik daftarning orqasida bo'ladi-yu. O'shanda his qilganman, demak ota-onam menga befarq emas. Kelajagimga befarq emas. Albatta. Umuman tibbiyotga qiziqish qachondan boshlangan? Yoshligimdan boshlangan. Masalan, oila davrasida o'tirganimizda doim yoshligimdan aytardim. Men katta bo'lsam vrach bo'laman. Eshigimda Mashhura Odilovna deb yozilgan bo'ladi derdim. Shu niyatimni ota-onam qo'llab-quvvatladilar. Onam ham o'zlari vrachlar va doim menga yordam beradilar. Lekin juda murakkab yo'nalishini tanlabsiz-da, tibbiyotni ham. To'g'risini aytsam, insonlarga yordam berish, o'ylaymanki, bu insoniyat orasidagi eng katta bir maqsadlardan biri deb bilaman. Neyra jarrohlik, adashmasam. Albatta. Hali bu soha haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasam ham, lekin o'ylaymanki, vaqti kelib
insonlarni yaxshi davolaydigan, vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan inson bo'lib yetishaman. Albatta, chunki mamlakatimizda yaxshi neyrojarrohlarga hamisha talab yuqori, chunki bilasiz, bizda ayrim kasalliklar soni ortadi, ayrim kasalliklar yasharib boradi va mana shunday yasharib borayotgan kasalliklardan biri bu insult kasalliklari, bevosita o'sha bosh miya bilan bog'liq bo'lgan xastaliklar. Bizda chaqaloqlar orasida tug'ma shunaqa kasalliklar aniqlanyapti va o'ylayman, ishonaman, siz kelajakda albatta eng yaxshi neyrojarroh bo'lasiz, to'g'rimi? O'sha o'zingiz aytganingizdek eshigingizga ismingiz yoziladi va sizni qabulingizga ham bir necha oy navbat kutishadi. Shunday kunlar keladi. Avvalambor insonlar kasal bo'lishmasin, Albatta. lekin xuddi shu sohada kadr kerakligi uchun aynan shu sohani tanlaganman. Albatta. Va kelajakda o'zingiz aytganingizdek bu borada xalqaro tajribani ham o'rganish kerak, chunki bizda tibbiyot rivojlangani bilan bizdan-da yaxshi rivojlangan tibbiyot rivojlangan mamlakatlar. To'g'ri aytasiz. Albatta. Endi hozir fursatdan foydalanib, mana sizni ko'rib turgan ustozlaringizga, sizni qo'llab turgan yana kimlargadir minnatdorchilik bildirish imkoniyati bor sizda jonli efirimiz orqali. Avvalambor bizga shuncha imkoniyatlar yaratib bergan, maktabimizda sifatli ta'limni yo'lga qo'ygan, prezidentimizni masalan bergan imkoniyatlardan yaratib bergan shu direktorimiz Nurva Olima Umarovnaga, boshlang'ich o'qituvchim Rashidova Aziza Xoliqovnaga, sinf rahbarim Aqiva Xurshida Narzulayevnaga minnatdorchilik bildiraman. Shu bilan birgalikda oila a'zolarim, yaqinlarim, qarindoshlarim barchasi yutuqlarimdan xursand bo'lib, meni qo'llab-quvvatlaganlari uchun ham minnatdorman. Albatta. Va mana sizga berilgan o'sha ishonchni, sizga berilgan ta'limni bugun biz mana yorqin misolini mana shu milliy sertifikatlarda ko'rib turibmiz, to'g'rimi? To'g'ri. O'zi umuman 35-umumta'lim maktabida eng yaxshi ustozlar ta'lim berishadi, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. O'qituvchilarimiz hech qayerda topilmaydigan tilla o'qituvchilar deymizmi? Shunday. Ba'zi fan o'qituvchilari bizga hatto darsga kirishgan taqdirda ham yoki masalan kirmagan taqdirda ham o'qituvchilarimiz soni juda ham ko'p. Chunki shahardagi eng katta maktablardan biri, bu yerda juda ko'p o'quvchi tahsil oladi o'zi. Barchalarini hurmat qilaman, barchalariga minnatdorchilik bildiraman. Ular eng zo'ri. Men hech qachon 35-maktabda ta'lim olayotganimdan, tahsil olayotganimdan hech qachon afsuslanmaganman. Va hech qachon afsuslanmang ham. Chunki umuman ilm olishda albatta ustozlarni o'rni juda ham katta va biz buni butun umr davomida his qilamizda, to'g'rimi? Endi tengdoshlaringizga qanaqa bir maslahat bera olasiz? Mana sizni ko'rib turgan 9-8-sinf o'quvchilari bo'lishi mumkin. Sizga havas qilayotgan, kelinki o'sha 10-11-sinf o'quvchilari ham bo'lishi mumkin-da. Shuncha sertifikatni olish uchun nimalarga alohida e'tibor berish kerak? Qanaqa bir maslahat bergan bo'lardingiz ularga? Masalan, mendan kichkina o'quvchilarga ta'lim olayotgan, yaqinda oliygohga topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilarga aytmoqchimanki, maqsadingiz bormi? Qayergadir topshirishni xohlaysizmi? Albatta harakat qiling. Davrining eng zo'r o'qituvchilarida ta'lim olyapsizmi? Davrining eng zo'r o'quvchisi bo'ling. Barakalla. Va hech qachon harakatdan to'xtamang. To'g'ri. To'g'ri aytasiz. Endi mana siz bilan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida turibmiz. Men sizni bu bayram bilan ham yaqinlashib kelayotgan bayram bilan ham tabriklayman. Onajoningiz, ustozlaringiz, buvijonlaringiz, kimlarnidir, dugonalaringizni bemalol sizni tabriklash imkoniyati bor. Avvalambor bu bayram barcha xotin-qizlarniki, butun O'zbekistonimizdagi barcha xotin-qizlarni tabriklayman kelayotgan bayram bilan. Shu qatorda onam, buvilarim, dugonalarim, yaqin qarindoshlarim, singillarimni, ustozlarimni chin qalbdan tabriklayman. Ular mana shunday bayramlarni ko'pini ko'rishsin. Rahmat. Demak, eslatib o'tamiz, bugungi mehmonimiz Buxoro shahridagi 35-son umumta'lim maktabi o'quvchisi Mashhuraxon bo'ldilar. Mashhurani yutuqlaridan bugun tabiiyki biz ham xursand bo'ldik va faxrlandik. Mana shunday yutuqlar sizda bardavom bo'lsin. O'zingiz aytganingizdek o'sha xalqaro sertifikatlarni ham qo'lga kiritish nasib etsin va o'zini sohasini, tanlagan sohangizni eng yaxshi mutaxassis bo'lishingizni tilab qolamiz. Katta rahmat yaxshi tilaklar uchun. Salomat bo'ling. Biz esa ayni nuqtada siz bilan xayrlashamiz. Sizga ham yaxshi kayfiyat kun davomida hamroh bo'lsin deymiz.